o'zi videoda olaman ekanda, mana rasm davoga beramiz. Qo'lingizni oling. Siz qo'lingizni oling deyapman, menga qarang. Mana, buni qarang. Qo'lingizni oling. Qo'lingizni oling. O'zim tashlab beraman. Siz qo'lingizni oling deyapman. Sizga qo'lingizni oling. Majburlaymi qo'lingizni oling? Men chiqib ketmoqchiga chiqib ketaman, nima qildi bo'lsangiz. Qo'lingizni oling. Ha, bo'pti, Telegramda tashlab beraman. Hali dadamlar nima deydi? Siz xo'p deng, qo'lingizni oling siz. Yo'q. Ketyapmanmi chiqib? Bo'pti, yaxshi boring, so'rab. Qo'lingizni oling. Yaxshi boring. Meni gapimni eshiting siz. Qo'lingizni oling. Metga chiqadi eshitib qolmadingiz siz. Ya, dadam achchig'i keladi. Bo'lmagan Menga qarang, meni gapimni eshiting. Bo'pti, yaxshi boring. Meni gapimni eshiting. Siz mana, meni gapimni eshiting. Mana. Eshityapman. Qo'lingizni oling. Ya, eshityapman. Qo'lingizni oling, keyin rasm tashlab beraverasiz. Meni videodan telefondan ko'raverasiz, men telefondan. Yo'q, bo'lmagan narsaga hali. Qo'lingizni oling deyapman men sizga. Bo'pti, yaxshi. Yosh bolaga o'xshaysiz-a. Qo'lingizni oling. Rasmga unamadi, video nima qilib qo'lingizni oling. Majburlayman. Qo'lingizni oling deyapman men sizga. Yo'q, unaqa emas. Hali bo'lmagan narsaga nima qilasiz? Yo'q, achchig'im chiqyapti, unaqa emas. Xo'p, bunday qo'lingizni olib turing, chiqib ketaman men sizga hozir. Men o'zim dadam unasa rasm tashlab beraman. Ha, ko'rdingizki, endi Qo'lingizni qo'l bo'pti, hop, rasmingiz kerak emas. Qo'lingizni olib tursiz bo'ldi. Biz sizni yeb qo'ymayman-ku. Yo'q, boring keting bo'pti. Ha, bo'pti. Boring ketaman. Haydab boryapsizmi? Ha. Siz sabr qiling, qo'lingizni oling deyapman men sizga. Yo'q. Xo'p deng, menga qo'lingizni olib turing. Men aytganimni xo'p deng, go'sht yeb go'sham deng. Yo'q. Qo'lingizni olib turing deyapman sizga, qo'lingizni Yo'q, oling. unaqa men deyapman. Boring keting bo'pti. Sog' bo'ling. Ha, menga gapimni eshiting. Uydagilaringiz unamasa, ha deng. O'chirib tashlayman aytasiz menga. Shuni o'chirib tashlayman, xo'p deng siz. Yo'q. Bo'ldi. Gap tegadi, ketdik. Yuziga polayda boryapsizmi? Mening gapimni eshiting. Ikkalamizni xolos taqdirimiz to'g'ri kelib qoladi, xohlasa. O'sha to'g'ri kelganda tashlayman. Dadangizga men aytaman, bo'lmasa kelaman biror kun bo'lsa. Unamayapti, siz aytaman. Yo'q. Qo'lingizni olib turing deyapman men. Tashlab bering, nima farqi? Tashlab bering, o'chirib yuboring. Hozirgi menga gapimni eshiting. Qo'lingizni olib turing. Bo'pti, o'chirib yuboraman. O'chirib tashlang, siz o'chirib tashlayman, xo'p. Yo'q, bo'pti, yaxshi bo'ling. Qo'lingizni olib turing, siz. Yo'q. Xo'p dengchi, men rasmingizni videoni o'chirib tashlayman. Xo'p deng siz. Qo'lingizni olib turing. Qo'lingizni olib turing. Yo'q. Videomizni o'chirib tashlayman, bo'pti, rasmga olgizmadingiz. Yo'q, dadam. Qo'lingizni olib turing. Yo'q. Men sizni aldamayman-ki. Yo'q. Qo'lingizni boraymi? Qo'lingizni olib turing. Siz xo'p deng. Xo'p deng siz. Qo'lingizni olib turing. Siz uyingizda turibman. Qo'lingizni olib turing. Qo'lingizni olib turing. Ana bu. Menga qarang. Qo'ling tegmayman. Tashqarida ko'rib bo'ldimi? Bular hijolat bilasizmi? Unday qo'lingizni olib. Shunaqalar. Xo'p deng siz. Boshqa odam hech kim ko'rmaydi. Men o'zim siz xo'p deng. Men aytgan. Yo'q, siz videoingizni menga qarang, o'chirib tashlayman. Yo'q, dadam nimada, videolar nimada, sizni o'chirib tashlayman. Ilhom olmaysiz. Xavotirlanmang. Qo'lingizni tushiring. Qo'lingiz olib tashladim. Qo'lingiz ana bo'lar ekansiz, mana. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sultonmurod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Bir yildan beri davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi.
o'zi bemalol nafas ola olmaydi. Mana traxostomi degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Meni ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurishini xohlayman. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib, yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. İnşallah.